Assalomu alaykum azizlar. Hop, navbatdagi velosipedimiz tayyor bo'lib yetib chiqdi. Qisqacha qilib video obzor qilsak, boshidan narxini aytib o'taylik. Narxini aytyapti endi. Hop, narxini so'raganlarga aytib o'taylik boshidan. 3.200.000 so'm kami bor, dastavkasi bor. Oldi generator, Germaniya davlatida ishlab chiqarilgan mana. Generator orqali faralari yonadi, to'l piramida, spesa nержавейка, original покрышкада mana. Hop, plastmassa qanot. Judayam original. Model Panther debdi, bizdan o'zbekchasi Pantera mana. Mana rami shakli. Skorsi 3 tali skors. Sidino holatlari mana yumshoq, basa ham keng. Rovinus joylashishi. Zamoyo qulf kalitigacha bor, mana ko'rishingiz mumkin. Velosipedimiz nihoyatda chiroyli. Har qanday didi nozik akalarimizga ham shunday yoqadi. To'g'ri, puli ozgina qimmat, lekin shunga yarasha original narsa. Kimga shunaqa zo'ri kerak bo'lsa murojaat qilinglar. Lekin bu holatda bo'ladi, ozgina qirilgan, shilingan joylari bo'ladi. Lekin sifatiga o'ta ham javob narsa, toza narsa. Kimga shu velosipedimiz qiziq bo'lsa murojaat qilinglar. Marg'ilon shahar O'qishtor ko'chada do'konimiz 95li 091 61 60. Mazza qilib minamiz, yaxshi noqtar yurganlarga videosini jo'natib qo'ysalar kelib olishadi. Ozgina kam ko'si bor, kelishtirib beramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.